Avtoolam afsonasining qayta tug'ilishi. Qanotdek ochiladigan eshiklar va vahshiy V8 sadosi. Bu Mercedesning poygada tug'ilgan DNKsi va tarixning uchrashuv nuqtasi. Mercedes-Benz SLS AMG. Bu model Mercedesning unutilmas afsonasining qayta tiriltirish rejasi. 1950-yillardagi mashhur 300 SL Galvin avtoolamda eshiklari, yengil kuzovi va poyga ruhi bilan tarix yozgan. Yillar o'tib Mercedes aynan shu ruhni zamonaviy shaklda qayta jonlantirishga qaror qildi. AMG birinchi marta avtomobilni noldan ishlab chiqdi. Bu oddiy baza yoki platforma emas. Bu butunlay yangi alyuminiy shassi, oldda o'rnatilgan atmosferali V8 va markazga yaqin ideal vazn taqsimoti. Shu e'tiborlar bilan 2010-yilda dunyo yangi afsonaning yuzini ko'rdi. Bu o'tmish sharafi va zamonaviy tezlik birlashgan lahza edi. Uning dizayni butun xarakterini yaqqol ko'rsatadi. Avtomobil go'yo harakatlanishdan oldin yo'lga bosim o'tkazayotgandek ko'rinadi. Eng asosiy belgi Galvin eshiklar. Bu afsonaviy 300 SL ruhining qayta tirilishi. Kuzov to'liq alyuminiy konstruksiyadan yig'ilgan. Yengil, qattiq va yuqori tezlikda shaklini yo'qotmaydi. Orqa qismi esa maksimal sodda, lekin xavfli. Keyingi yelkalar, chuqur difuzor va 4 ta wheel bu avtomobilning nafas olishini ham, g'azabini ham ochib beradi. Bu yerda barcha e'tibor bir narsaga qaratilgan. AMG'ning atmosferali V8 monstriga. 602 litrli M159 dvigatel, ammo undagi 63 belgisi AMG'ning o'tmishidagi afsonalariga berilgan hurmatidir. Taxminan 571 ot kuchi, 650 Nm. U turbinasiz ishlaydi. Shuning uchun har bir gaz bosilganda kechikishsiz to'g'ridan-to'g'ri reaksiya bilan javob beradi. 0 dan 100 gacha 308 sekund. Maksimal tezligi 317 km/s atrofida cheklangan. Bu raqamlardan ham muhimi uning shafqatsiz tovushi. Yuqori aylanishda V8 sadosi go'yo trek bolidi nafasidagi eshitiladi. Quruq kartelli moylash tizimi og'ir burilishlarda ham motorni himoya qiladi. Bu haqiqiy AMG'ning tirik xarakteri hisoblanadi. Uni tushunish uchun eshitish kerak, his qilish kerak. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Mercedes fanatlariga yuborib qo'ying.